Joyner'ning ham yangi videosi vashshe zo'r chiqibdi. Va Pro'ning yangi videosi. Xo'p, kanaliga obuna bo'lib, layk bosib, kommentariyaga kirib, Pro'ning videosi zo'r, Pro'ning bino zo'r chiqdi deb yozib, jo'natib yuboramiz. Juda ham zo'r chiqdi va barchangizga bo'lib, sizlar bilan Joyner bolalar, bugun sizlar bilan maza qilib Minecraft va orqamdan turibdi o'sha bilsanglar bo'ladi. Yangi sarguzashtlar boshlanganini bilsanglar bo'ladi. Bolalar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz ham yangi qanaqadir sarguzashtlarni boshladik yangi videorolikda. Bilmadim, g'alatiroq narsaga o'xshab ko'rinyapti. Bo'lmasam turib, o'rnimizdan chiqib ko'chaga qarasak bo'ladi. Eshikni ochamiz va qaraymiz. Bu yerda bu jitel turibdi. Qalaysan jitel? Qalaysan Joyner, sen qachon qarzingni berasan? Qarzingni deysanmi? Tez orada beraman. Tezlashtir, to'y qilma. Jitilda ham to'y qilarkanda, obunachilar jitilda ham to'y qiladimi? Mana bitta Nobning qandaydir banklarning jangimi endi yana boshlandi. Xo'p, bu videorolikda ham yozib qoldiringlar kommentariyaga. $1 ga sotilar ekan bu bank, demak to'g'rimi? Joyner qilaysanmi? Bu bank $1 ga sotaman. Sotasanmi? Yaxshi. Bo'lmasa men Pro'ning ham bankini ko'rib kelay, qancha ekan narxi va boshqa narsalar. Keyin sening bankingni olaman. Borib ko'rib kelaychi. Pro qalaysan? Joyner qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Yo'q, $1000 ga ham sotasan. Zato uning ichida milliarder, trilliarder bo'lib ketishi mumkin kirib. Yo'q. Shunaqa. Bo'lmasa men birinchi Nobnikini ko'rib, keyin senikiga o'taman va obunachilarimiz ham sizlarning videolarga qaysi bir zo'r chiqqanini aytib qo'yishadi degan umiddaman. Mana bosib olibman. Necha tashlab qo'yamiz. Pul ishlashim kerak. $1 ham pulim yo'q. Mana shuni endi o'rib beramiz. Egasiga beramiz va pul topamiz. Beraman oldik obunachilar va bizada $1 pul bor. Qaranglar, mana menda $1 pulim bor. $1 deb ma'tanasanmi desanglar, xo'p, hozir kelib bunga ham berishim kerak. Mana senga $1 va buni men sotib oldim. Rahmat. Arzimaydi, birinchiga sog'i kartishga kiramiz. Unda uncha zo'r emas. $1 ga arziydimi yo'qmi bilmadim. Bilmadim endi bolalar nima deyishni bilmayapman. Dabdala, pul bor ekan, atrofi ham dabdala qilingan, pullarni olamiz. Agar $1000 bo'lsa zo'r bo'lardi, sababi 1000 barobar birinchidan ko'paygan bo'lar, ikkinchidan pul olgan bo'lardik. Xo'p, olamiz. Va mana bu yerda ham qandaydir, bu odobsizlik qilmaylik, albatta to'g'ri kiraylik. Oppa. Sinib ketmasin deyish qilib. Bu yerda juda ham ko'p pul va Nokia telefoni. Bu telefon juda ham eski bolalar. Aytyapman-ku eski deb. Bu Nokia menga yarashmaydimi, bilmadim. O'zim ishlashimga to'g'ri kelar ekan bu yerda. G'alati, ancha g'alati. Endi esa bu pullar $1000 bo'lgani uchun borib anaqadan sotib olamiz. Nima sotib olamiz sizlar? Narga Pro'ning bankini. Bo'lmasam deb ko'rdim anaqani. Obunachilar baho beradi. Men Pro'ning narxasiga kirib chiqaman. O'ziga bersammikan Nokiani? Yo'q. Keyin xafa bo'lib qoladi, sovg'am olmadi deb. Mayli, shuning uchun Pro'ning ham narxasini ko'ramiz. $1000. Mana senga $1000. Молодец, Joyner. Endi bu bank seniki. Rahmat Pro. Pro menga berdi bu joyni. Men kirsam bo'ladimi? Yo'q, kirish mumkin emas, afsuski. Nima deyapsan? Bratchka, Pro'dan sotib oldim buni. Ana Pro turibdi. Kechirasiz janob, sizdan nimapman. Qarada, oyliging ham, ishing ham kerak o'zingga. Shuning uchun jimgina yurganing ma'qul. Bratchka, eshikni ochib qo'yinglar. Nima yopib qo'ydinglar? Ochib qo'yamiz. Kirdik, bu yerda esa juda ham ko'p ishchilar va olmosdan qilingan. Ana yerda bankning qandaydir puli bo'lsa kerak. Hamki kelib men bilan gaplashamiz. Davay, bolalar, bunga oddiy aholi bilan gaplashamiz, muomalasini tekshiramiz. Assalomu alaykum bratyan. Men sizga pul qo'ymoqchi edim. Albatta. Siz agar $100 pul qo'ysangiz, ertaga $200 qilib olasiz. Yo'q, menga $100 ko'payar ekan. Молодец. Bu bankda uncha ko'p pul olmayman deb o'ylayman. Bola $100 2 barobar ko'payar ekan. Endi esa bundan
Anaqani so'raymiz. Sizlardan endi pul olmoqchi edim kredit qilib. Siz $100 olsangiz ertaga $250 berishingiz kerak. Demak $50 qoladi. Bu yerni ochib qarasam bo'ladimi? Bu yerni ochsam bo'ladimi? Yo'q, afsuski iloji yo'q. Tushunmadim bu man xo'jayinligimni bilmaysanmi? Mana vrachka bo'ldi sotib oldim man. Kechirasiz xo'jayin, siz ochishingiz mumkin. Shunday bo'lsin-da vrachka. Bu ko'rsak, yo pulni qaranglar. Pul. Va men boy bo'lib ketdim bolalar. Million pul bor bu yerda. Boyman man. Xo'p, bu yerda pullarni olamiz. Va mana men boyman bolalar, boyman. Pullarni otib tashlaymiz, otamiz. Yo men boyman endi. No, bolalar bu pullarni olishim kerak. Sababi bu yerga qo'ymasam bankning oboroti o'lib yana bankrot bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun qo'yib qo'yaveramiz. Proning banki už yoqa boshladi menga. Qo'yib, buni ham qo'yamiz va naryoqdagi joyga kiramiz. Bu mening ofisim bo'lsa kerak, nimaga eshik ochiq? Eshigini yopmayapsizlar? Yopaylik. Bunaqasiga ochilar ekan. Demak, kirib, bu yerda dizayn, mana bu ventilyatsiya vosh zo'r qilingan oynali, mana bu chiroyli mebel. Men bilan gaplashgan keyin odamlar shu yerda o'tirsa kerak. Manda kompyuter ham bor ekan. Stullarni qaranglar. Chinakam anaqaga o'xshadi. Ish boshqaruvchiga, lekin mana telefon yarashmayapti. Bu yerda nimadir turgan ekan, ochib ko'raylikchi. Yo-mayo, iPhone telefoni, AirPods. Oh my god, iPhone 11 Pro. Bolalar, menda iPhone bor endi. Davay, mana bu yerga kirib, buni ham olamiz. Mana endi haqiqiy biznesmenga o'xshadim bolalar. To'g'rimi? Yozib qoldiringlar kommentariyaga. Menga yarasharmikan biznesmen bo'lish. Xo'p, mana AirPods taqib olamiz. Zo'r ekan bolalar, juda ham chutki. Mana bu yerda pul bor ekan. Bilmadim uning ichida qancha million dollarlar borligini endi bildim. Bu demak bankning oborotidan qolgan, ya'ni mening haqiqiy pullarim. Voy bolalar, menga ish boshlovchi bo'lish yoqdi. Proning banki vashi zo'r ekan. Bu yerni yaxshi sotib oldim. Mana bu esa L-Joinerga obuna bo'linmagan ekan, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ham obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga qaysi bank yoqqanini yozib qoldiringlar. Xo'p, bu yerni eshigidan yopib chiqamiz va eshik ochiq tursin, bir aytishganlar. Xo'p, ishinglar kerak bo'lsa qo'riqlanglar yaxshilab. So'dinyolar qo'yilgan ekan. Pro banking juda ham yoqdi menga. Endi eng zo'rini obunachilar belgilaydi. Obunachilar meni belgilanglar. Men proman. Albatta bilmayman obunachilar, любой bittasini tanlamaysizlar. Sizlarga eng yoqqanini tanlab o'tasizlar. Nobam turibdi, nob. Obunachilar bo'lmasam eng yoqqanini tanlab kommentariyaga yozib ketinglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi va keyingi videoga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.